Ko'pchilikdan keladigan savol bu masala bevosita bank bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham jabrlanuvchi tomonidan ham javobgar shaxs tomonidan keladigan murojaat yuzasidan tahlil olib boramiz. Birinchi savol jabrlanuvchi tomonidan beriladigan birinchi savol. Meni nomimga noqonuniy ravishda kredit rasmiylashtirildi. Agar kredit to'lovlari javobgar shaxs tomonidan, ya'ni meni nomimga noqonuniy ravishda kredit rasmiylashtirilgan shaxs tomonidan to'lab berilmaydigan bo'lsa, kredit to'lovlarini to'lashga men majbur bo'laman, bank mendan undirib oladimi degan savol bilan murojaat qiladi. Endi javobgar shaxs tomonidan men noqonuniy ravishda o'zga shaxs nomiga kredit rasmiylashtirildim yoki bo'lmasam kreditdan maqsadsiz foydalandim. Endi menga nisbatan qo'llaniladigan chora, ya'ni zarar miqdori bank bilan tuzilgan kredit shartnomasidagi miqdor bo'yicha foiz to'lovlari bilan qo'shib hisoblanadimi yoki bo'lmasam men haqiqatdan foydalangan, o'zlashtirgan noqonuniy ishlayotgan kredit to'lovlarim, ya'ni menga bank tomonidan haqiqatda berilgan summa miqdorida zararni qoplab beramanmi degan savol bilan murojaat qilishadi. Har biriga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Birinchisi jabrlanuvchi tomonidan beriladigan tahlil. Haqiqatdan ham bu savol o'rinli hisoblanadi. Agar bir shaxs nomiga noqonuniy ravishda kredit rasmiylashtiriladigan bo'lsa va bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jabrlanuvchi tomonidan tegishli ravishda murojaat qilingan vaqtda agar javobgar shaxs zararni ixtiyoriy ravishda qoplamaydigan bo'lsa, bankda o'sha kreditni jabrlanuvchidan undirib olishga vakolatli bo'ladi. Afsuski, kredit to'lovlarini noqonuniy ravishda rasmiylashtirilgan bo'lishiga qaramasdan bank o'sha shaxsdan undirib olishga huquqi bo'ladi, vakolati bo'ladi. Aynan bu savol bo'yicha, aynan bu masala bo'yicha keyingi postlarda batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ikkinchi savolni tahlil qiladigan bo'lsak, agar javobgar shaxs jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni ixtiyoriy qoplab bermoqchi bo'lsa, bankka o'sha to'lovlarni to'liq qoplab berish bo'yicha majburiyatni o'z bo'yniga olmoqchi bo'lsa, bunda to'lovlar, zararlar qanday hisoblanadi? Javobgarlardan ham ko'plab savollar kelib tushadi. Men 100 million so'm boshqa shaxs nomiga kredit rasmiylashtirilganman yoki bo'lmasam o'sha 100 million so'mdan haqiqatdan maqsadsiz foydalanganman. Endi mendan bank 180 million, ya'ni foizlari bilan qo'shib to'lashimni talab qilyapti, tergov organiga murojaat qilyapti, zararni qiymatini oshirib ko'rsatyapti deb savollar bilan yuzlanadi. Endi bu holat bo'yicha plenum qarorlarida tushuntirishlar berib o'tilgan. Aynan haqiqatda berilgan summa, ya'ni 100 million so'm bank kredit sifatida bergan bo'lsa, foiz to'lovlarini hisobga olmaganda, aynan 100 million so'mni zarar sifatida qoplab beradigan bo'lsa, yetkazilgan zararni qoplagan hisoblanishi belgilangan. Jinoyat kodeksining 167-168 oxirgi qismlarida, ya'ni ko'rsatib o'tilgan, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar ixtiyoriy javobgar shaxs tomonidan qoplab beriladigan bo'lsa, bunga nisbatan ozodlikdan cheklash, ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo qo'llanilmasligi belgilangan. Zararni qoplab beriladigan bo'lsa, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan tarzdagi jazo qo'llaniladi. Shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha professional advokatlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.